hammasi sensori bor, parktroniklar. Aha. Barqa qaytadan qo'ygandan keyin orqa oldan ham ishlaydi. Hozir parktronik ishlamayapti. И Abduf Abagriyev ham ishlamayapti. Mana bu knopkalarni aytdimda, ikkita faqat sport ishlayapti. Ham on offlar bor-ku, sipanish o'chirib qo'yilgan. Bu pamitda endi knopkalar ishlayapti, lekin eslab qolmayapti. Yashil bo'lmayapti cruise control'da. Cruise control rangning dasturlari. Parktronikingizni ошибкасini hozir ko'rdi. Diagnoz datchik alishib qolgan deyapti o'rni bilan. Ko'rlat. Orqaga ta'sir qiladimi? Shu oldi orqa ishlamaydi. Agar bitta o'zi parktronik shunaqa sistema, qaysidir datchikda ошибка bo'lsa, oldi orqa ishlamaydi. Qo'ydirmagansiz-a baribir kadushkalar? Qo'yilgan kadushka bor. Qaysi biriga? Ikkalasi ham, bu ham qo'yilgan, tartibgan qo'yilgan. Remenchi. Remen zamin bo'lmagan, o'zini to'g'rilagan. Ichini chochib berishdi. Правый центральный цепь переднего датчика системы помощи при парковке. Birinchi bo'lib bamper boshlaylik. Parktronik sensor joy alishib qolgan ekan. Shuni hozir bamper echilyapti. Bu bamperdan o'tib tur. Bo'l. Ishlar. Okay. Qarang. Mana tishga turibdi. Hammasi yashil bo'ldi. Tishga degani ошибка yo'q deganda. Parktroniklar. Mana o'chiyapti chiroqlari. Undan zarning o'chga chiqdi. Sidina pameti ham ishladi, xudo xolisa. Birni bosib qo'yaman. Hozir o'sha birinchi pametga qaytdi. Ikkinchi pamet. Ikkinchi pamet, yana bir. Sidina pametlar, klimatlar. Abduf Abagriyev. Hammasi ishladi. Tabloda ortiqcha chiroqli o'chdi. Xohlasa bo'ldi. Lidariga navodir. Yanamga olib borganim qo'l salonni chochib bir balolar qilib, ta'bishni hal qilib Alloh rozi bo'lsin. Rozi bo'ling. Oka, videoga oldim, rozi bo'lasiz? Ya, berib olaman. Yaxshi ko'rishlar.